Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli kuzatuvchilar. Men Andijon davlat tibbiyot instituti patologiya anatomiya sud tibbiyot kafedrasi assistenti Saidaliyev Sodiqjon Sohibjonovich. Bugungi ma'ruza mavzuyimiz hozirgi kunda judayam dolzarb bo'lib borayotgan yo'g'on ichak kasalliklaridan nospesifik yarali kolitni klinikasi, og'irlashuvlari va patologik anatomiyasi haqida gaplashamiz. Dastlab yo'g'on ichakni normal ko'rinishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, yo'g'on ichak ikki qismdan iborat bo'ladi, ya'ni chambar ichak va to'g'ri ichakdan. Bular yo'g'on ichak qorin bo'shlig'ida joylashishiga qarab ko'tariluvchi chambar ichak, to'r ichak, jigar burilmasi, ko'ndalang chambar ichak, taloq burilmasi, tushuvchi chambar ichak, sigmosimon ichak va to'g'ri ichakdan iborat. Yo'g'on ichakni normal histologik ko'rinishi yo'g'on ichak shilliq qavatli, shilliq osti qavati, mushak va serroz qavatlardan iborat bo'ladi. Shilliq qavati epiteliy xususiy plastinka va mushak plastinkadan tashkil topgan. Uning shilliq qavati kriptalarga boy bo'ladi. Shilliq qavat xususiy plastinka qavatida limfoid follikullarga boy, ya'ni Pier plakchalari kuzatiladi. Mushak qavati esa ko'ndalang va bo'ylama tolalardan tashkil topgan. Nospesifik yarali kolit bu yo'g'on ichakni shilliq qavatini, ya'ni surunkali qaytalanuvchi autoimmun yallig'lanish kasalligi bo'lib, bu ichak va ichakdan tashqari o'zgarishlar, og'irlashuvlar rivojlanishi bilan ajralib turadi. Bu ko'pchilik holatlarda bemorlarning nogironligiga va o'limiga sabab bo'ladi. Nospesifik yarali kolitni epidemiologiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, nospesifik yarali kolit dunyo bo'yicha har 100 ming aholiga 35-100 kishida kuzatilib, bu yer yuzi aholisining 0,1% dan kamroq qismida uchraydi. Nospesifik yarali kolit bilan og'rigan bemorlarning o'lim ko'rsatkichi va yillik o'sishi esa 100 ming aholiga 5-20 ta holatni tashkil etadi. Hozirgi kunda quyidagi etiologik omillar o'rganilgan, lekin aniq bitta etiologik bir keltirib chiqaruvchi sabablari yo'q. Bir necha omillar bor. Bulardan birinchisi irsiy moyillik, ya'ni 20% nospesifik yarali kolit bilan og'rigan bemorlarda yaqin qarindoshlik o'rin tutadi. Bemorlarning yaqin qarindoshlarida, ya'ni Kron kasalligi yoki yarali kolit mavjud bo'lsa, bu bemorlarda yarali kolit rivojlanish xavfini oshiradi. Bakteriyalar, viruslar bu omillarda roli mukammal o'rganilmagan, lekin keltirib chiqaradi degan bir qarashlar bor. Uchinchisi bu atrof muhitni xavfli omillar, ya'ni oralniy kontratsepsiyalar va nikotin ta'siri. To'rtinchisi bu dori preparatlari ta'siri, nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlarni ko'p iste'mol qilishi bu yarali kolit kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Va beshinchisi nerv gormonal va gumoral boshqaruvining buzilishi. Patogenezini ko'rib chiqadigan bo'lsak, organizm sensibilizatsiyasi kuzatiladi dastlab. Keyingi bosqichlarda bu autoimmun reaksiyalar rivojlanishi, ya'ni ichak shilliq qavatidagi hujayralarni o'zini immun tizimi, ya'ni tanimasdan reseptorlar bilan bog'lanib, ular ana shu autoimmun reaksiyalarni keltirib chiqaradi va shilliq qavatlarda yallig'lanish va yaralar kelib chiqadi va nekroz kuzatiladi. Ikkilamchi infeksiyalar qo'shilishi, ichak nerv apparatining buzilishi va alimentar yetishmovchilik kuzatiladi. Nospesifik yarali kolitni Glanov bo'yicha, ya'ni tasniflanishi, unda kasallik klinik namoyon bo'lishiga qarab o'tkir turi, klinik ya'ni kasallik boshlanishidan 6 oy ichida kuzatiladi. Fulminant turi, ya'ni chaqmoqsimon yashin tezligida kechadi. Surunkali turi, kasallik remissiya muddati 6 oydan uzoq bo'ladi. Kasallikni residivlanuvchi turlari, ya'ni kasallik ketishida 1-3 oy muddatli remissiya davri bilan o'zgarib turadi. Va keyingisi to'xtovsiz turi,
kasallik klinik belgilari 6 oydan uzoq muddat rivojlanadi. Ikkinchi klassifikatsiya bo'yicha joylashgan joyiga qarab bo'linadi. Bunda distal kalit, ya'ni praktit, proktosegmoidit, chap tomonlama kalit, ko'ndalang yo'g'on ichakni o'rtasiga qadar kuzatiladi. Bu yallig'lanish umumiy kalit. Ba'zan bu retrograd iletam bilan birga qo'shilib keladi. Uchinchisi bu klinik ko'rinishlarni og'irligiga qarab turib bo'linadi. Yengil shakli, o'rtacha shakli va og'ir shakllarga bo'linadi. Va oxirgisi gormon bilan davolanishga javoban steroidga qaramli va steroidga rezistent turlariga bo'linadi. Tyulev-Feйтz kriteriyasi bo'yicha nospesifik yarali kalitni og'irlik darajalariga qarab turib klassifikatsiyaga bo'lingan. Ya'ni bunda bir necha parametrlar olingan. Birinchisi qon aralash defekatsiya chastotasi, puls, tana haroratining ko'tarilishi, gemoglobin miqdorining o'zgarishi, eritrositlar cho'kish tezligi, yo'g'on ichakni kontaktli jarohatlanishiga qarab turib yengil, o'rtacha og'ir va og'ir darajalarga bo'linadi. Yengil darajada defekatsiya chastotasi, ya'ni 4 tadan kam bo'ladi. Tana harorati, puls, gemoglobin, eritrositlar cho'kish tezligi normal holatda bo'ladi. Yo'g'on ichakni kontaktli jarohatlanishi kuzatilmaydi. O'rta og'ir va og'ir darajalarda esa bu ko'rsatkichlar yuqoriligi, ya'ni o'zgarishga olib keladi. O'tkir yashin tezligida kechuvchi turi 10% bemorlarda uchrab, juda ham og'ir kechadi. Klinik ko'rinishi bu ich surilishi 40 martadan ko'p bo'ladi. Ya'ni sutka davomida 40 martadan ortiq ich surilish kuzatiladi. Najas, shilliq, qon, yiring aralash bo'ladi. Qayt qilish va qorinda kuchli og'riq, tenezmlar, tana haroratining ko'tarilishi, qorin kattalashgan, paypaslaganda yo'g'on ichak bo'lib og'riq, yuqori leykositoz, leykositar formulani chapga siljishi, gemoglobin, eritrositlar soni, gematokrit ko'rsatkichini kamayishi kuzatiladi. Endi nospesifik yarali kalitni makroskopik, ya'ni kolonoskopda ko'rganimizda o'tkir va surunkali davri ko'rsatilgan bu slaydimizda. Bunda kolonoskopik ko'rganimizda o'tkir davrida shilliq qavatlarda giperemiyalangan, och qirmizi rangda o'choqli qon quyilishlar, ayrim sohalarda yiringli karash qoplanganligini ko'rishimiz mumkin. Surunkali davrda esa xuddi shu ko'rsatkichlar bo'ladi, ya'ni shilliq qavatlar giperemiyalanganligini, yiringli karashlar bilan qoplanganligini, lekin bunda surunkali davrda o'ziga xosligi bu demak ko'tarilib turuvchi, mana ko'rinib turibdi, psevdopoliplar shakllanishi. Nospesifik yarali kalitni oddiy gemotoksin eozimda bo'yab mikroskopik ko'rinishi. Bunda o'tkir davr va surunkali davr ko'rsatilgan. O'tkir davrida demak shilliq qavat, ya'ni shilliq qavatda eroziyalar, o'tkir yaralar, bezlarning o'choqli desquamatsiyasi, venoz to'laqonlilik, shilliq ostki qatlamining diffuz o'choqli limfa leykositar infiltratsiyasi kuzatiladi. Surunkali davrda esa shilliq qatlamning bezlarida qadaqsimon hujayralar miqdorining kamayishi, ayrim hujayralarning desquamatsiyasi, oraliq to'qimasida shish, diffuz limfoid infiltratsiya kuzatiladi. Endi surunkali nospesifik yarali kalitni o'tkir va surunkali davrini demak eng zamonaviy tekshiruv usullaridan bu morfometrik usul. Bunda shilliq qavatni balandligi o'lchangan. Ya'ni bunda o'tkir davrida biz morfologik, ya'ni turli yallig'lanish o'chog'ida nekrotik, eroziv o'zgarishlar kuzatilishi va adaptatsiya, ya'ni morfologik adaptatsiya hisobiga bu yerda mana shu shilliq qavatni balandligi ortganligi normal to'qimaga nisbatan 2-3 martaga ortganligini kuzatildi. Surunkali davrda esa bu ko'rsatkich normal holatdagi to'qimaga nisbatan 1-11 marta ortganligini, ya'ni qalinlashganligini kuzatildi. Endi bu slaydda demak bez tuzilmalari o'lchangan. O'tkir davrida normal to'qima hujayralariga nisbatan bez to'qimalari 227 martaga kattalashganligi kuzatildi.
Surunkali davrda esa bu ko'rsatkich 1/10 kattalashganligi kuzatildi. Keyingi slaydimizda demak bunda qadaqsimon hujayralarda o'lchami o'lchangan, ya'ni o'tkir va surunkali davrda qadaqsimon hujayralar diametri. Demak, bunda shu yallig'lanish hisobiga bez hujayralar, ya'ni qadaqsimon hujayralar kattalashishi, ya'ni 2-3 martagacha kattalashganligi kuzatildi. Ya'ni bu normal holatdagi to'qima hujayralarga nisbatan. Surunkali davrda esa bu ko'rsatkich 1,21 martaga normal to'qimalarga nisbatan kattalashganligini kuzatdik. Endi nospesifik yarali kalitni og'irlashuvlari, ya'ni yarani teshilishi perforatsiya, ichak toksik kengayishi megakolon, stenoz, qon ketish va malignizatsiya holatlari, ya'ni asoratlari kuzatiladi. Bulardan mana ko'rib turibmiz makroskopik, ya'ni ichakning toksik kengayishi megakolon. Bunda ichak devori atrofiyaga uchraganligi sababli cho'ziluvchan bo'lib qoladi va natijada axlat to'planishi va ichakning toksik kengayishiga olib keladi. Keyingisi bu yarani teshilishi perforatsiya. Bunda ko'rinib turibdiki, yo'g'on ichak yarasi perforatsiya bo'lib teshilgan va axlat massalari qorin bo'shlig'iga chiqib va buni yomon oqibati asorati bu demak peritonit berishi. Keyingi asorati bu yo'g'on ichakni saratoni, ya'ni raki. Kolonoskopda ko'rganimizda mana egzofit, ya'ni bu epitelial o'sma bo'lib, ichakda ko'pincha distal qismini shikastlaydi. Uzoq muddat simptomlarsiz kechadi va oxirgi bosqichlarda qon ketish, ichni qotishi, og'riqlar kuzatiladi. Yo'g'on ichak rakining epidemiologiyasi, ya'ni tarqalishi bu onkologik kasalliklar ichida 4-5% tashkil qiladi. Asosan 40-60 yoshda ko'proq kuzatiladi. Erkaklar va ayollar bir xil kasallanadi. Rak kasalligi asosan iqtisodiy rivojlangan davlatlarda ko'p uchraydi. Yo'g'on ichak rakining statistik ma'lumotlariga ko'ra 12% ko'r ichakda, 8% chambar ichakda, 15% sigmosimon ichakda va 65% to'g'ri ichakda kuzatiladi. Va bundan ham ko'rinib turibdiki, nospesifik yarali kalitan yallig'lanish o'choqlari xuddi shu ko'rsatkichlarda bo'ladi va to'g'ri ichakda eng ko'p yallig'lanish o'chog'i to'g'ri ichakda kuzatiladi. Shuning uchun rak hosil bo'lishi ham demak to'g'ri ichakda ko'proq kuzatiladi. Yo'g'on ichak saratonining bosqichlari. Birinchi bosqichda uncha katta bo'lmagan, chegaralangan, ya'ni o'sma shilliq qatlamda joylashadi. Limfa tugunlariga metastaz bermaydi. Ikkinchi bosqichda 2 kichkina guruhchaga bo'linadi. Katta o'lchamli o'sma, lekin ichak ko'ndalang o'lchamini yarmigacha egallaydi. Mahalliy, ya'ni metastazlanmaydi. Ikkinchi kichkina gruppasida esa bu o'smani o'lchamlari katta regional limfa tugunlariga metastazlab beradi. Uchinchi bosqichida ichak ko'ndalang o'lchamini yarmidan ko'p qismini egallagan katta o'sma hisoblanadi. Ichak barcha devorlariga o'sib kirgan mahalliy metastazlarsiz kechadi. Har xil o'lchamli o'sma, lekin mahalliy limfa tugunlariga ko'plab metastazlar beradi. Va to'rtinchi bosqichi bu katta o'lchamli o'sma qo'shni a'zolarga o'sib kirib, mahalliy va tarqalgan metastazlar beradi. Klinik ketishi. Qorindagi og'riqlar 80-90% bemorlarda kuzatiladi. Og'riqlar yallig'lanish jarayonini, ya'ni qorin pardasiga o'tishi bilan bog'liq bo'ladi. Og'riqlar intensivligi har xil. Ya'ni ichak tutilishi yuzaga kelganda intensivligi kuchayadi, xurujsimon tus oladi. Yo'g'on ichak rakining makroskopik ko'rinishi. Bunda ko'ryapmizki, rak, ya'ni egzofit, ya'ni bo'shliqqa qarab o'syapti. Va rak atrofida yallig'lanish o'choqlari, mana giperemiyalangan qon quyilgan sohalarni ko'ryapmiz. Ya'ni bunda eroziyalar kuzatiladi. Mikroskopik ko'rganimizda demak epiteliy hujayralari katta, atipik yadrolari, ya'ni gipoxrom bo'yaladi. Yadro sitoplazmasi nisbati yuqori, mitozlar soni ko'paygan, ayrimlari patologik mitozlar ko'rinishida kuzatiladi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.